Assalamu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, UNTV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Biz o'zimizning rangdor sahiflarimiz orqali sizlar uchun xizmatda bo'layotganligimizdan to'liq xursand. Men sizlarning sirdosh do'stingizda Xadicha Uyg'ur. Til bir insanın mevcutluğu ve şu insanın bilim kamaleti ve peziltini ölçeydiğen tarazıdır. Til, şundaqla bir milletin can tumuri ve onun obrazıdır. Ben Uyghur Akademisi'nin ötkezgen bir söhbetini anladım. Şu kadar suyundum. O söhbetini ben öz vaxtıda, yani 2020 yılı 5. ayının 30. günü özümün Facebook sayfamda bekirlepdim. O söhbətin temisi başlanğıç məktəb müəlliməsidən Harvard Universiteti oxutquçısıgacha. Bu söhbətni anlagandakın şu kadar suyundim ki, özüm üstüg mundaq yazdım. Göhər tepib alğandak xoşal boldum. Çoxum anlanlar. Aktiv energiya degan mana. Xizmət, izdiniş, aile hayatı xeyirlik boğay. Degan özümün hissiyatımdan qoşub bəkirləbdim. Demək, o söhbət mənə şu kadar təsir göstərdi. Hem isim şundaq bir başlanğıç məktəb oxutquçısının axırı qandaq qılıb Harvarddek biz anlasaqmı, Harvardqa birisi ütübdü desə vətəndə turub heyran qaldı. Qanda oxuşlar Harvardqa kirəligəndi deb. Şu biz heyran qaldığan məktəbdə oxutquçu buluş degan az əcir və az bedel tələb qılmaydı. Bugün biz şu tirişcan bilimli xanımımız Gülnar Aziz müəllimni alayda söhbətimiz təklif qıldıq. Assalamu alaykum. Gülnar xanım, qanday ahvalınız, yaxşımısınız? Va alaykum assalam. Xadicha xanım, yaxşı, rəhmət sizə. Bugün qimmatli vaxtınızı çıxırıb söhbətimiz qatışıb gəldigənizdən to'liq xoşalmız. Gülnar müəllim, əmdi sizinki şu nemi kiliş jarayonlaringizni aş söhbətdən mən şunda təfsili kördüm. Əmdi yəni ekran aldidagi ko'rurmanlarga siz to'g'riliq azroq bir uçur bəsək, siz qanchinchi yili Amerikaga kelgan? Mən dəsləbdə 2007 yılı özüm bir xalqaralıq tədqiqat temisi elib, bu temada əmdi şu bir mövsüm hesabda 4 ay həmkarlaşqa orunğa berib turduğan bir imkaniyet vardı. Şu vakti geldim. O vakit gelişimdeydi fakat şu 4 ay bir tədqiqat türünü işleş için. Onundan keyin yeni təklif bilen yeni bir tədqiqat temisi işleşke təklif kılındım. Şu təklif bilen 2011 yılı 6. ayda geldim. Şundan beri Amerika'da yaşayattım ben. Yaşap kaldınız da. Siz hazır özünüz işləyətqan şu Harvard Universitetində konkret nemi xizmət bilan şug'ullansınız? Ben bultur yani 2020 yılı 1. ayının 1'den başlap Harvard Universitetinin şu Şarkı Asya Tilleri ve Medeniyeti Fakültetinde Uyghur tili, yani hazırkı zaman Uyghur tili ve Çağatay Uyghur tili dersi ötüş için məxsus təklif kılınıp şu bulturdan başlap izchil şu iki dersini ötüyatdım ben. Da yaxşı. O'quvchilaringiz qaysi millatlardan tarkib topgan? Bu bək yaxşı sual bo'ldi. Endi Harvard Universitetida endi kim Uyg'ur tili o'rganadi va yoki kim Chag'atay Uyg'ur tili o'rganadi degan bir narsa keladi har kimning kallasiga. Albatta bizning tilimiz endi bu dunyodagi boshqa cho'ng tillarga, masalan ingliz tili yoki nemis tili, fransuz tili, rus tili degandek çoğun tillarga seliştiğanda uşaq tilga kirib qaladı. Universitetlarda, hamma universitetdə bu dersler təsis qilinmagan. Amerikada mı faqat bir qancha universitetdə var. O'quvchilar kimlar desangiz, asoslig'i aspirant, doktorant o'quvchilar o'qiydi. Uningdan boshqa hamda to'liq kursda o'qiyotganlarmi o'ziga asos silish va yoki kelgusida davomli aspirant yoki doktorant bo'lib o'qish orzusi borlar tanlab o'qiydi. Yana birisi mushu O'rta Osiyo yoki bizning vatanimizningki tarixini, madaniyatini, iqtisodini, har qanday bir nemisini tadqiq qilishni, cho'nqurlab o'rganishni o'ylaganlar bular o'qiydi asoslig'i. Chunki bu tarixni, madaniyatni
bir millatning shu tarixiy madaniyati, tili, yazıqi hammasini cho'nqurlab tadqiq qilish uchun bu Amerikada hamda bo'lmasa shu g'arbiy ellarda bu shu millatning yoki shu rayonda qo'llanayotgan tilni o'zi o'rganib, asli qo'lyozma, asli material manbalarni o'zi o'qib analiz qiladigan bir talab bor. Shuningga agar masalan vatanimizda tadqiq qildiganlar bu tilni o'rgandi. Undan boshqa endi Chag'atay Uyg'ur tilini kim o'rgandi desa, o'rta asr bizning o'rta asrdagi tarixlarimizni, shu vaqtdagi madaniyatimizni, folklorimizni degandek tadqiq qildiganlar shu Chag'atay Uyg'ur tilida yozilgan qo'lyozmalarni ko'rib, o'qib, tushunish uchun buni o'rganadi. Demek aşılaylıqı tərcim qılınğan və başqa mənbələrdən kösəkliqi həqiqi bo'lmaydi, öz əsli xatırlangandek bo'lmaydi deb əslisini o'rgandikanda ular birinchi qo'l materialga ega bo'lish uchun, shundaqmi? Tadqiqot uchun. Shu g'arbiy ellarda bo'libmi Amerikada bu tadqiqot uchun siz birinchi qo'l materialdan foydalanmay, boshqalarning tarjim qilib qo'ygan va yoki analiz qilib qo'ygandan foydalansangiz bu talabga uyg'un bo'lmaydi-ku. Bunga o'zingiz cho'qim asli manbadan foydalanishingiz kerak. O'zi qo'lsab tadqiq qilish uchun cho'qim asli manba bo'lishi kerak deb bunda qaraydi ekanda. Siz shu xizmat qilish jarayonida bizning tilimiz to'g'riliq qaysi bir nuqtalar sizga bakroq ta'sir ko'rsatdi va u yerdagi o'quvchilarning o'rganish qizg'inligi qandaq? Men dastlabda, ya'ni 2011-yili Amerikaga kelgan vaqtimda tadqiqot bilan keldim dedim. U tadqiqotni ishlagach keyin o'zim doktorlik o'qishga iltimos qildim. Bu o'qish jarayonida albatta Amerikaning sharoitida biz doktorat yoki aspirant o'qisak, o'zimizning iqtisod bo'lmagan ahvolda cho'qim yerim vaqtimizda ishlaymiz, yerim vaqtimizda o'qiymiz. Shu ishliginimizda bu o'qish puli, turmush puli deganlarni bizga ta'minlaydi maktabdan. Shu jarayonda men 6 yil yordamchi tadqiqotchi bo'lib ishladim. Undan keyin yana 2 yil yordamchi o'qituvchi bo'lib ishladim. Hem yardımcı o'qituvchi bo'lib ishlagan vaqtimda shu Kansas universitetida Uyg'ur tilidan dars o'tdim. U vaqtda o'quvchilarim har mavsumda asosiyatning 4-5 az deganda 1 ya 2 deganda işte o'quvchilar bo'ladi. Uyg'ur tili darsini o'qiydigan bolalarning soni bek ko'p bo'lmaydi endi. Bularningki masalan birisi tarix tadqiq qiladi, yana birisi tilshunoslik kasbida. Andan keyin shu madaniyatimiz tadqiq qilganlar bor. Coğrafya tadqiq qilgan va O'rta Osiyoning coğrafiyasi. Mushundaq o'quvchilar hamda yig'ib kelsak, bular nihoyat tirishchan. Hamda qarasangiz, albatta hamma odam o'qishga bel bog'lagan keyin tirishchanlik ko'rsatadi. Bularning maqsadi, nishoni aniq bo'lgan keyin, men darsni olib qo'yaychi deb mana bir ko'ngil qo'shish uchun o'qimaydi. Maqsadi nihoyat aniq. Shuningga bular o'zininki tadqiqot nishoniga yetish uchun nihoyat ko'ngil bo'lib, izchil yaxshi o'qiydi. Hamda Harvard universitetiga kelgandan keyinmi mening o'quvchilarim har mavsumda shu 5-6 ba'zan 4-3 degandek shundaq o'quvchilar bo'ldi har mavsumda. Albatta biz birinchi mavsum bu boshlang'ich saviyadagi kitobni o'tgan bo'lsak, ikkinchi mavsum uning davomini o'tdimiz. Harvard universitetida 2 yillik programma bor hamda. Birinchi yili boshlang'ich saviya, ikkinchi yili o'rta saviyadagi dars o'tiladi. Chag'atay Uyg'ur tilimi shundaq, hozirgi zamon Uyg'ur tilimi shundaq. Hamda Kansasda o'tgan vaqtimizda bizda faqat hozirgi zamon Uyg'ur tili darslar o'tiladi. U yerda 4 yillik plan bordi, hamda 4 yillik programmamiz bordi. Bu yig'ib kelsam gapim bu yerda o'quvchilarni ayttirishchan, chunki ularningki maqsadi, nishoni nihoyat aniq. Ama gaplaringizdan his qildim, buni ishida qaraganda noldan boshlab o'qiydiganlarmi, ya'ni ozroq savodini chiqarib tadqiqot o'qish uchun o'qiydiganlarmi bormi? Albatta bular dastlabda o'qish kirgan noldan boshlab o'qiydi. Masalan, ilibbadan boshlab o'rgatamiz harfni. Asasligi shu kun yoziq bizdan qo'llanayotgan shu arab faris tili asosida shakllangan ilibbarimizni o'rgatamiz. Undan keyin shu har bir tema, har bir dars bir
Her bir derste bir tema buldu. Elbette bizning o Indiana Üniversitesi'nden tüzülgen derslik kitaplarımız var. Onun aldıdım o yani şu Kansas Üniversitesi'de profesörler tüzgen derslik kitaplarımı var. Onun sırtıda yani biz medeniyetke yalğız el sınıfta ders ötüşlemez. Medeniyet, turmuş, şu Uygur'unki bütün jaryanığı çöküp durup bulan ügütümüz hemdi. Normalde hemdi bu o'quvchilar masalan 2 mavsum masalan sentabrda dars boshlansa 2 mavsum uyg'ur tili o'rgangandan keyin mayli uyg'ur tili bo'lsin va yoki boshqa tillarni o'rgansin har qanday bir tilni o'rgangandan keyin yozliq dam olish vaqti ya'ni amaliyotda bu yerda yozliq dam olish deganimizmi ya'ni bir mavsum hisoblanadi bu vaqtda bular shu tilda so'zlashadigan rayonga boradi bularchi aşağı berip, kitapta öğrengenlerini özü körüp, aşağıda sözleşip, paraktik kılıp geledi. Undaqdılık pek zor tirişçilik gösterdiken. Nölden başlagan seviye bilen tədqiqatqı paylanğıdak bolğan keyin haqiqatan tirişdiken jumu. Bir tilni, bilmegen bir tilni ögünüp, onu ilqi bir tədqiqat dərəcəsige berişqiçilik, onundan paylanış degan bir odatdagi tirishchilik va odatdagi saviya talab qilmaydi. Şundaq bular asasını selib alğandan keyin yana tashlab qo'ymaydi. Izchil shu o'zining tadqiqoti yoki planlar uchun to'xtamay izlanib, material ko'rib, shundaq qiladi. Endi yuqorida bizning tilimizni boshqa millatlarga o'rgatish to'g'riliq paranglashdik. Endi o'zimizga eng kerak temaga yetkelsak, sizlar mush tilimizni saqlab qilish, qo'g'dab qilish jihatlarda qanday bir konkret xizmatlarda bo'lyapsizlar? Bu bek yaxshi savol bo'ldi. Ham nihoyatda bir muhim tema. Növbətdə vəziyyətimiz əmimizə ayan. Şuna biz bulubmu şu chet eldə yaşayotgan Uyg'urlar bo'lib chet elda yashayotgan Uyg'urlarning kallasiga kelgan birinchi savolchi biz millatni saqlab qolish uchun tilni saqlab qolish kerak. Til bo'lmasa millat yo'qoladi. Bu tilda so'zlashmasak, endi biz o'zimiz men Uyg'ur deganimiz bilan bu tilda so'zlashmasak, u bekor-chi. Shuningga bu yerda endi men chet elga chiqib, o'qib, xizmat qilish jarayonida izchil Amerikada yashadim. Endi Amerikadagi o'zim bilgan, his qilganlarimni so'zlab bera olayman. Amerikada yashayotgan Uyg'urlar asosiyatdan Kaliforniya tarafda, andan keyin bu Washington DC, Virginia tarafda ko'proq endi to'plashib o'tiraqlashganlar bor. Qolgan shtatlardami bor, yo'q emas. Bu yerda asosli qilayotganlari endi shu bir qancha ona til maktabi qurildi. Endi bu bek yaxshi bir boshlanish bo'ldi-da. Ona til maktabi qurildi. Endi bu bolalarimiz shu rayonlarda endi yiqiroq bo'lsa endi bora oladi-da u maktablarga. Endi lekin bu faqat shanba yakshanba hafta oxiri boradi. Ya bir qatim bora oladi yoki 2 qatim o'xshash emas. Masalan men hozir bulturdan beri shu Massachusetts shtatiningki Boston rayonida shahrida turyapmiz. Bu yerda bir ona til maktabimiz bor. Endi yangidan qurilib, bolalarni shig'ib dars o'tilib qolyapti. Bu yerlarda shu shanba kuni yoki yakshanba kuni shu har bir ko'rish kunimiz shu. Mushunchalik ishni qilyapmiz. Lekin endi bu yaxshi boshlanish, ammo yetarli emas deb qarayman. To'g'ri. Ash bolalarningki qizg'inligi qanday qandan o'rganish qizg'inligi? Shaxsan mening his qilganim, endi men bu Virginiyadagi maktabga yo Kaliforniyadagi maktablarga ziyorat qilib berish fursati texi bo'lmadi. Ammo bu Bostondagi Uyg'ur ona til maktabida hamda shaxsan mening kichik o'g'limni o'qiyotdi. Shuningga hamda bu bizning uyda o'qiyotgan bevosita birisi bo'lg'ashqa, men buni sal yaxshiroq bilaman. Bolalarning qizg'inligi nihoyat yuqori. Endi bulturmi shu 3-oydan boshlab virus sabablik bu darslarning hammasi to'g'ri o'tiladigan bo'lib ketdi. Shuningga asosiyatdan shu kompyuterni ochib qo'yib, bolalar to'g'ri o'qiyotdi. Qarasam muallimlarimiz nihoyat yaxshi, bolalarga yolg'iz o'qillam darslik kitobdan emas, uning sirtida hikoya so'zlab berib, o'yin o'rinlashtirib, ashla o'tidi. Odatda yakshanba kuni ko'rishyotdi bolalar.
2 saat hem de torda ötülgeçke 2 saat buldu hem de eğer sınıfı bağa vaxtımızda hiç olmasa bir aralıklarda oyun oynadıp bir qancha saat davamlaşıdı da hepde bir görüşeleydi. Hazır torda boğaşqa 2 saat orlaştırıldı. Lekin balla o dersini oqып bolğandan keyin tapşırıqları ba. Qarsam mening o'g'limni o tapşırıqlarımni aktiv işlep, bilmegenlerini bizden sorap, shundaq qilyapti. Albatta bu ana til maktabiga kelishdan burunmi hamda biz uyda o'zimizni o'gitib kelgan hamda azazdan singdirib. Lekin biz yanalam cho'ng dengizda bir tomchi bo'lganligimiz uchun shundala diqqat qilmasak, shu dengizga shunda singiblam kirib ketadi. Cho'ng muhit hamda Amerikada ingliz tili. Bu bolalarimiz maktabga borsa, uyning teshigi shundal chiqqandan keyin butunlay inglizcha. Shuningga biz uyning ichida amal bor uyg'urcha gaplashish. Shaxsan bizning oilada uyning ichiga assalomu alaykum deb kirgan vaqtimizdan tortib uyg'urcha gap qilamiz. Biraz tasaddufiy bilib bilmay inglizcha gap qilib qolsa, endi ben tushunmadim, nima deyapsa, bu bizning uyg'urning uyi bu deb qo'yamiz. Endi u inglizcha gap qilib solgan xatolikni menmi o'tkazaman. O'tkazib qolsam, cho'qim kechirim so'rayman o'g'limdan. Shunday bo'lyapti. Hem aile sizga o'xshash qila olganimiz pek yaxshi bo'ladi deya. Nurullah shu. To'g'ri, endi hozir shu maktabda deganimiz bilan mana shanba kuni yoki yakshanba kuni ko'p bo'lsa yarim kun, endi jiqaroq butun bir kun o'qiydi desa butun bir kun. Bu faqat yetarli emas-ku. Masalan, bunda o'ylab boqaylik. Biz vatandagi vaqtimizda, masalan, shaxsan men boshlang'uchdan tortib uyg'ur tilida, ona tilida, hamma darslarni ona tilida o'qidim. Endi xanzu tilini faqat mushu yana bir chet el tili sifatida, masalan, boshlang'ich 3-yillikdan boshlab o'rganganmiz. Keyincha bu til siyosatlari o'zgarib, vatanda qo'sh til ma'rifi degandek nimalar chiqdi. Shaxsan men siz oldingi qatimqi ziyoratni oldim dedingiz bilasiz. Men xanzu tili o'qituvchisidim. Boshlang'ich 10 yil xanzu uyg'ur bolalar. Men shunga hayron qolgandim. Chunki endi shu vaqtda, shu sharoitimizda xanzu tili davlat tili. Onu siz o'rganmay amalınız yo'q, majbur o'rganasiz. Chunki biz shu yerda birga yashaymiz. Shuningga bolalar munoyit yaxshi o'rganadi bu vaqtda. Keyincha bu hammamiz bilimiz buni men deb vaqtni uzatib ketmasammi, tabiiy fanlarni xanzu tilida o'tadigan bo'ldi. Uningdan keyin yana nihoyat qisqa vaqt ichida bütün derslarni xanzu tilida o'tib, faqat ona til, ya'ni uyg'ur tiliga haftada 2 soat vaqt ajratadigan holat shakllandi. Şunun bilan bu endi til siyosati, tilshunoslik nuqtasini elib aytsaqmi, bir davlatda yoki bir rayonda bu til siyosatlarini 5 yilda bir, 10 yilda bir o'zgartirish bu qat'iy nazariyaga tushmaydi-ku. Bu cho'qim ish olmasa az deganda 20-30 yil yoki 50 yil o'zgartmaslik kerak buni. Bu to'xtamay o'zgartgan keyin bizning bolalarimizning kallasini chelivatdi desak bo'ladi. Masalan, qarab baqsaq 80-yillarda, 60-yillardagi ma'rif shunchalik taraqqiy qilgan, masalan, Rossiyada o'qib kelgan ziyoli ustozlarimiz bordi. 80-yillarga kelgan bizning adabiyotimiz shunchalik gullangan. Shunchalik gullangandan keyin qarab baqsaq, masalan, 2000-yillardan keyin qarasak, bolalarimiz uyg'urchinimi bek yaxshi bilib ketishini atayin. Xanzuchinimi bek yaxshi bilib ketishini atayin. Chunki ular ijodiyat ostlab ketdi-ku. Adabiyotimizga bek cho'ng ta'sir ko'rsatdi bu. Endi u yerdagi ishni, vatan ishni qo'yib qo'yaylik. Bu yerga kelgan vaqtda biz endi talada cho'ng dengizda bir tomchi bo'lib ketdik. Qaysi davlatda yashasak, shu davlatning tilini o'rganishimiz shart bizga. Uni o'rganmay turib bu hayot qilish mumkin emas. Cho'qim o'rganimiz. Men til o'rganishga har qanday qadamni rag'batlantirman. Chunki bir tilni o'rgansangiz, bir eshik sizga ochiladi. Xuddi bir tilni bilsangiz, siz bir odam, 2 til bilsangiz, 2 odam bo'lasiz. 5-6 tilni bilsangiz, sizga eshik shunchalik keng ochiq. Fursat ko'p hamda xalqarada. Shunda bo'lgandan keyin cho'qim boshqa tillarni o'rganamiz, ammo yanala yildizni elib aytganda ona til bizning tafakkur qilgan tilimiz bo'lmasa, biz buni yo'qotib qo'yamiz. Shuning bilan madaniyat yo'qoladi, til yo'qolgandan keyin millatmi yo'qoladi.
Mesela Amerika'da mesela nurgun millet var. Lekin senin milletten nime dep sormaydı. Ben Amerikalıklam deydi bulatçı. Demek bu yerde undaq ilqi. Mesela ilqi yerlik Amerikalıklar dep ayrıydı. Ama qağallarının hemmisini ve Amerikalı. Yoki men ilqi ata bovlarim mesela Avrupa'nın falan yerden keldik. Men bu yerda yaşatqılı 100 yıl oldu yoki bizning yoki 50-60 yıl oldu deydiganlar bor. Şununla bu herkes ilqi men Fransız, men İngiliz dep armaydı-chu bu yerda yaşayotganlar. Ama biz men Uyg'ur deyaleymiz hozircha. Şunun men Uyg'ur deganni davomlashtirish uchun bu til bek muhim. Demek sizden bu gepinizden ilaki o milletler ilaki ardışıp bir-birisi sığışıp ulan til yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketgan ki o men palan millet kitaba, palan til işiltime diyemey. Hemisi bir İngiliz tili qo'llanganligi uchun o'zining asli milletini diyemey ama Amerikalik debla ataydı. Millet atalgısıda xali bo'lib qoldi demakchi o. Shundaq. Tushundim gepingizni. Abi bir gepiniz şu til tefekkürde beyitudu degeningizga bunda bir davat qalxdınız bunda bir isim geldi. Aldan qıtınlıq biz til toğruluq söhbət qılğan vaqtımızda bir xanım İstanbulda bir xanımcı manga telefon urub dedi. Bək yaxşı çıxıbsız bu söhbətni. Mən sizə bir iş tap biray deb desem. Muşu ana tilim, can dilim degan ismingizni shu qadar suyundimki deydi. Bu ismni hammamiz deymiz. Bizim programma qo'ygan ismda shu qadar suyunibdi. Biz mush İstanbulga kelgan vaqtimizda iliqi sal qarab, yeng kelgan vaqt Uyg'urlar ozroq vaqtida kelibdi-ku. Bolalarimizni yastig berdik yoki bo'lmasa qo'shnilarni bolalari bilan o'ynadi. Bulayliq turk tilida paranlasa biz xo'shib, balam turkcha deyali deb. Uyga kirgandim ular moslashib o'zimizni turkcha gap qilibdimiz. Shu bilan bolamizning butun tafakkuri, tushunishi, hammasi dunyo qarashi hammasi turkcha bo'lib bitildi deydi. Bu xato aytilish emas, ammo Uyg'urlikdan yiroqlab ketgan gap. Balam şu kino görsüm, şu Türkçe naqşı anlısım, şu biz öylerde mındaq naqşılarını, muqamlarını qo'yib qo'ysak, oy deb bilib qulqa qatti xo'shaqmaydi deydi. Nima anglayapsizlar deydi. Onun keyindin u vaqtlarda iliqi YouTube'lar bek taraqqiy qilmaganki Uyg'urcha filmlarni ko'rish imkoniyati yo'q-da. Ammo yaqinda YouTube kanallar taraqqiy qilib Uyg'urcha filmlar yoqda mek jiq chiqib qilgandan keyin biz Uyg'urcha nimalarni ko'zakmi, qiziqmaydi, hech bir muhabbat deb narsa yo'q deydi. To'g'ri. Deganki bu balamga men shu so'zdim, o'zimdan ketkizibdi. Men boshda balalar moslashib, yoshlar bilan tang turkcha gap qilib berdim. Uyda Uyg'ur tilini ching tutmadik. Shu kitoblarni o'qitmadik. Uyg'urcha savodi chiqmaganki kitobni o'qimaydi ekan. Biz so'zlab bergan narsa balaning qulqiga xo'shaqmaydi ekan. Bala boshqa bir odamdan olgan bilimga va qiziqadi ekan. Ota-onam shunda deydi-ku, "Bu to'xtamay meni cheklaydi, ya to'xtamay ani qil deydi" deb gapimizga sal qaraydi ekan. Shu men keyin qancha desam bu balamga ta'sir ko'rsatmadi. Andin bu tilini söymegende milletini söymaydi ekan. Muşu yaqında yoqi bizdeki muşta bir ishlar bo'lsinmi, ay shu anda ashta bo'lganki xuddi iliqi ashta bo'lganlikchi shunda kun ko'rdi degandek bir ong balam yetilib qolib men bek azoblandim deydi. Azoblanib ondan keyindin bizim İstanbulda bir futbol komandasi qurilganchu. Shu futbol komandasiga Uyg'ur bolalar tizim qoldirib qilgan vaqtida ikki balam shu komandaga kirdi deydi. Kirib shu bolalar bilan paranglashish jarayonida amdaylik biz uy to'xtamay Uyg'urcha gap qil deb dadislarma Uyg'urcha parang qilgan keyin so'zimizni ammo qulqi singishdi o gaplar. Bolalar bilan paranglash jarayonida turkcha gap qilsa xijil bo'lib, ashlar bilan tang gap qilib Uyg'urcha tili nechayin ichidan chiqdi. Chiqib anikeini Uyg'urcha kinolarni ko'radigan bo'ldi, musiqalarni anglaydigan bo'ldi. Demak, bola ash muhitning ichida turganda shu narsani yaxshi ko'rdi ekan. Bo'lmasa qaysi tilda tili chiqsa, shu tilda tafakkuri, madaniyati, hammasi shu tilda yetilib mangdi ekan. U o'zininki tava tilidan tava millatni yiroqlab ketdi ekan. Men mush bolalarimdan mushtaqla ayrilib qolamanmi degandim. Xudoyim shukri, shu komanda qatnashib, Uyg'ur bolalar bilan paranglashib, ashta qilgandan keyin endi millatimiz bo'lgan so'yga ochdi deydi. Opa,
Bu Uyghur bala nimanda ak göңül, nimanda sapdil, şunda vədisi vapa qıldıkən, şunda kүйümcanken dep özlük kirip ağzı tegmey maqtaydan bolup ketdi deydi. Degендeki men dedim hem muş gaplarınız bir ekran yüzüge çıkıp depelsiniz, sizge oxşaş hissiyatda yaşawatqan analar bəkcik chetelde sel qarab, balısıdan ayrılıp qavatqanlar bəkcik. Muşu ortaqlasak bulmamdı desem. Şu ben de ekran çıksam mındaq dep bəzi adamlar şu ekran çıxışını xalamaydı ki, siz yetkizip qoysunuz bulda emasmı köygüçilerge dedi. Lekin o hissiyatını men yana to'liq ifodalab bera olmadim. O'zini og'izdan anlagansak bek yaxshi bo'ladi. Şu to'g'ri, belki to'g'ri deysiz. Masalan, şu ana tilda so'zlashmasak, o'zimizning tilida, Uyg'urning tamoqini yemasak, Uyg'urcha tamoq yemasak, masalan, qaysi davlat yashasak, shularning yemak-ichmagiga ko'nib ketsak, Uyg'urcha kiyim-kechaklarni kiymasak, shu bilan bizning tafakkurimiz bag'ansir suslab, shu dengizga tomchi bo'lib singib ketamiz, yani desam, shu yani gap. Masalan, mening kichik o'g'lim Amerikaga 4 yosh vaqtida keldi. Keyin yana dangsab qarab baqsam, o Uyg'ur tili tadqiqot ekan. Bir chet ellik professor "Masalan, tilingni tadqiq qilganga bir projekt oldim, sen kelib menga yordamlashib buni ishlashib bersa, men yo'q, mening balam kichik desam, men shaxsiyatchi bo'ldi ekanman." Bu albatta har xil turdikida sizga o'xshash moslashayotganlarmi bor. Biz oilada oxir qaror berib, men yuragimga toshdan birini tengib qo'yib, shu 1 yosh 10 oylik bo'lgan balamdan kechirim so'rab va yoki maktab kirgan qiynaldi deb balaning royiga qarab şu tarafdan ketkizib qo'yatdi. Men mushu illatning ishini qilma deb kelgandim. Shaharning kutubxonasidan har haftada shu 1 so'mka, 2 so'mka kitob akilimiz, yo'g'on so'mkada. Unda bo'lmadi bala, har ikkisini tang ap mang'alidi, shundaymi? Biz ana ya dada bo'g'ichi, otani uyda birga o'tirib qilsak, bu qiladi.